Okalar, Shayxon Tohir tumani O'zbekiston mahallasiga kelganmiz. Mana bu yoq tarafda Huaydo mahalla, keyingi ko'cha Huaydo mahalla bo'lyapti. Bu yoq tarafimiz O'zbekiston mahalla. To'g'ri chiqadigan bo'lsa, ko'cha yo'l yuzigacha, yangi Toshmin yo'liga chiqib olishga 500 metr, Farovon to'yxonasigacha 500 metr bo'lyapti. Uchastkamiz Tabraskada joylashgan. Mahallamizni ko'ringlar, kengligini ko'rasizlar, asfaltlari qilingan, sentralniy kanalizatsiya, gaz, suv, svetdan вообще muammo yo'q. Endi eng qiziq tomonini aytaman, akalar, o'zi uchastka o'tganda fasadiga ko'pchilik ko'proq urg'u berishadi. To'g'ri, fasadining kengligini naqd akalar 23 metrni tashkil qiladi. Ikkita uchastkani bemalol qurib, mana bu maza qilib aka-ukalar yashasanglar bo'ladi. Oldi agarodlarini ko'rasizlar, mevali daraxtlari ekilgan. Endi xonadonimizni ichki tarafini ko'rsataman. Xonalariga to'xtalib o'tirmaymiz, sababi ayollar bor ekan. Kelinglar, bismillah. Darvozaxonamizga kirib kelganda bemalol mashina qo'yishga sharoitlari bor. Akalar, bu uchastkamizni yer narxida sotilyapti. O'zi bu yerda yerlarning narxi 50 ming, 55 ming, 60 minggacha turibdi. Lekin bu uchastkamizning narxini akalar ancha arzon narxga qo'yamiz. Mana qaranglar, sayrashini ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy o'zbekona hovlida to'g'ri burcha hech qanaqa varray quloq qing'irqish joy yo'q. Qo'shni devorlardan alohida qilingan. Okalar, xonalariga to'xtalib o'tirmaymiz. Bu yoq tarafda xonalar soni 5 ta bo'lyapti. Mana bu yoq tarafimizda o'zining novvoyxonasi bor ekan. Bu yoq tarafda hojatxona, hammom, tualetlari joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, to'g'ri burcha hech qanaqa varray quloq qing'irqish joy yo'q. Sentralniy kanalizatsiya ham bor. Mana bu yerda suvi, naporni ham ko'rsataman. Suvdan ham vashim muammo yo'q. Ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Umumiy maydonimizda okalar 4.2 mi, 4.3 mi shunaqa chiqar ekan. Fasadimiz 23 metr, bunaqasiga 19 metr bo'lyapti. Okalar, har bir sotiga 45 ming dollardan sanaysizlar. Agar kelib turib o'lchab turib, o'lchov bo'yicha 4 soti yoki 4.2 yoki 4.3 chiqsa, xullas har bir sotiga 45 ming dollardan sanaysizlar. Okalar, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, telefon qilib barakasini ko'rasizlar.